Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan bulochka tayyorlashni o'rganamiz. Juda ham yumshoq va mayin chiqadi. Orasiga xohlasanglar nachinka bilan nachinkasiz ham qilsanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib iligan sutimizga shakar, ozgina un va dro'jji solib, aralashtirib chetga iliq joyga olib qo'yamiz, oshib turadi. Endi asosiy massamizni tayyorlab olamiz. Tuxumga qolgan shakarimizni solib vanilin bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Eritilgan sariyog' solamiz. Sariyog' bilan yaxshilab eritib olsanglar ham bo'ladi. Menda ozgina komochka bo'lib qoldi. Endi tayyorlab qo'ygan bu orada dro'jjali massamiz ham oshib chiqdi. Buni ham solib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, qolgan unimizni ham solib, yumshoq xamir qorib olamiz. Xamirimiz ustini yopib, iliq joyga qo'yib qo'yamiz, oshib turadi. Bulochkamiz ustiga xohishga qarab shunaqa kroshka tayyorlab olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni unga shakar, sariyog' solib, kroshka qilib olamiz. Xamirlarimiz ham oshib chiqdi. Endi zo'lachalarga bo'lib olamiz, teng qilib. Har bittasini orasiga xohishga qarab nachinka solsanglar bo'ladi. Men olmali jemdan foydalandim. Xohishga qarab bu bulochkani nachinkasi tayyorlasanglar ham bo'ladi. Oralari yumshoq bo'lib chiqadi. Endi bulochkamiz ustiga tuxum surib, ustidagi tayyorlab olgan kroshkasini sepib chiqamiz. Qizigan duxovkada bulochkalarimizni pishirib olamiz. Yanada ko'proq mazali retseptlarni o'rganish uchun albatta sahifalarimga obuna bo'lib olinglar. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan bulochka tayyorlashni o'rganamiz. Juda ham yumshoq va mayin chiqadi. Orasiga xohlasanglar nachinka bilan nachinkasiz ham qilsanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib iligan sutimizga shakar, ozgina un va dro'jji solib, aralashtirib chetga iliq joyga olib qo'yamiz, oshib turadi. Endi asosiy massamizni tayyorlab olamiz. Tuxumga qolgan shakarimizni solib vanilin bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Eritilgan sariyog' solamiz. Sariyog' bilan yaxshilab eritib olsanglar ham bo'ladi. Menda ozgina komochka bo'lib qoldi. Endi tayyorlab qo'ygan bu orada dro'jjali massamiz ham oshib chiqdi. Buni ham solib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, qolgan unimizni ham solib, yumshoq xamir qorib olamiz. Xamirimiz ustini yopib, iliq joyga qo'yib qo'yamiz, oshib turadi. Bulochkamiz ustiga xohishga qarab shunaqa kroshka tayyorlab olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni unga shakar, sariyog' solib, kroshka qilib olamiz. Xamirlarimiz ham oshib chiqdi. Endi zo'lachalarga bo'lib olamiz, teng qilib. Har bittasini orasiga xohishga qarab nachinka solsanglar bo'ladi. Men olmali jemdan foydalandim. Xohishga qarab bu bulochkani nachinkasi tayyorlasanglar ham bo'ladi. Oralari yumshoq bo'lib chiqadi. Endi bulochkamiz ustiga tuxum surib, ustidagi tayyorlab olgan kroshkasini sepib chiqamiz. Qizigan duxovkada bulochkalarimizni pishirib olamiz. Yanada ko'proq mazali retseptlarni o'rganish uchun albatta sahifalarimga obuna bo'lib olinglar. Foydali bo'ladi degan umiddaman.